Ko'plab yoshlar orasida ishlashingiz bilan bir qatorda qizlar asosan egallaydi ularning orasida va o'sha Jizzax viloyatida qizlar klubini yo'nalishlari bor va u yerda koordinator sifatida faoliyat olib borasiz. Yo'nalishingiz va u yerdagi o'sha maqsad va bugungi kunda qizlarimizni erishayotgan yutuqlari qanday bo'lyapti? Yoshlar ishlari agentligi qoshida tashkil etilgan Qizlar ovozi klubi mavjud. Ushbu klubda qizlarni rahbarlik sari tayyorlash dasturlari mavjud. Nafaqat rahbarlik, balki chet elda o'qish, grantlar yutish kabi bir qancha bosqichlarni o'zini ichiga oladi. Umuman olganda 5 ta yo'nalish mavjud. Bizda bosh koordinator va IT, sport, tadbirkorlik yo'nalishi, ta'lim yo'nalishi koordinatorlari mavjud va biz Jizzax viloyatidagi qizlarni tumanlargacha bo'lgan jarayonda, tuman mahallagacha bo'lgan jarayondagi faol, iqtidorli va o'z tashabbusi bilan bugungi kunda olgan natijalarga erishayotgan qizlarni saralab, rahbarlik lavozimlari uchun tayyorlashga xizmat qiladigan bir ko'prik vazifasini bajaramiz. Umuman olganda hozirgi kunda tadbirkorlik yo'nalishidaman, ya'ni qizlarimizni startap g'oyalari, tadbirkorlikka undovchi aynan o'sha qaysi bir yo'nalishlarni to'g'ridan to'g'ri ko'rsatuvchi bir shaxs sifatida namoyon bo'lamiz. Aynan asosan bizda o'sha tadbirkorlikka qiziqadigan yosh qizlar mavjudmi? Ularni bilib, topib, saralab o'qitishimiz kerak. Keyingi yo'nalishlarga tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Shaxsan o'zingizni taklifingizga binoan sizni qo'l ostingizda mana shu qancha shogirdlar bor? Hozirgi kunda Jizzax davlat pedagogika universitetida filologiya fakulteti yoshlar yetakchisi bo'lganligim uchun filologiyada salkam 3000 ta talaba mavjud. Ya'ni o'zbek tili, rus tili, umuman olganda xorijiy til hammasidan kamida agar maqtanish bo'lmasa 200 taga yaqin tanish shogird qizlarim mavjud. Ular o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, kanallarda faol kuzatishadi. Sizni joylayotgan foydali, maslahatli kontentlaringizni tomosha qilishadi va shu orqali o'zlari uchun keyingi bosqichga yo'nalish olishadi. O'tgan yili o'zim yil talabasi 2024 da yilning eng faol targ'ibotchi talabasida 3-o'rinni olganman. Shundan qizlarimiz motivatsiya olib, 2-kurs talabasi o'zi yil talabasini oldi, o'zi 2-kursdan boshlab qatnashiladi deb 3-o'rin bo'lsam ham kelib o'zlari maslahat so'rashardi. Endi hozir ular sizga to'g'ridan to'g'ri raqobatchi. Sizni o'zingiz shogirdingiz, 3-kursda siz ham topshirasiz, ular ham topshirishadi. Bu tanlovga ular sizga to'g'ridan to'g'ri raqobatchi va bularni to'g'ri qabul qilib, sog'lom munosabatda, sog'lom havas bilan, hech qanaqa hasadsiz to'g'ri yo'nalish ko'rsatganmiz. Ya'ni siz ham xuddi shunaqa hujjat tayyorlaysiz, o'zingiz yo'nalish bergansiz, o'zingiz xuddi shu yo'nalishlardan o'tgansiz, bilasizki, endi siz to'g'ridan to'g'ri u bilan raqobatchisiz. Yaxshi. Endi kelajakdagi rejalar haqida ham to'xtalib o'taylik. Kelajakdagi rejalar asosan o'sha tadbirkorlik yo'nalishida qizlarni faol va oldinda eng faol o'zbek qizlarini yetishtirish va ular bilan bir qatorda o'zimiz ham to'xtamaslik, faqatgina yaxshiliklar ustida qizlar bilan bir davrada bo'lish, nafaqat qizlar, balki hozirgi kunda Samarqand viloyatida Jomboy tumanida 44-umumta'lim maktabida ona tili va adabiyot fanidan o'qituvchiman. Bu faoliyatga qanaqadir bir yomon ta'sir qilmaydimi degan savollar tug'ilishi mumkin. Albatta, yo'q, chunki Jizzax davlat pedagogika universitetida o'qishning eng yaxshi yo'llaridan biri bu sizni 2-, 3-, 4-kursda qulay vaqtlarda, ya'ni amaliyot qo'yiladi. 2 kun davomida o'sha amaliyot vaqtida shunchaki maktabga borib tajriba orttirish emas, balkim ishga kirib bolalarga tarbiya bilan birgalikda malakangizni ham oshirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Shu siz uchun qulay bo'lgan tarafida 3-bosqichdan boshlab bemalol o'qishda va ishda ishlash imkoniyati bor. Ishda ishlash imkoniyati bilan birgalikda biz ham hozir maktabda o'qituvchimiz. O'qituvchilik bilan bir qatorda o'sha bolalarda, umuman kichik yoshdagi bolalardagi shijoatni ko'rib, ulardagi o'qishdagi qiziqishlarni ko'rib, yoki bo'lmasa ba'zi bolalar sovib qolishadi, yoki bo'lmasa oilasidagi mayda bir detallar tufayli o'tish yoshidagi bolalar juda ham bir qiynalishadi. Shu jarayon bo'lganligi uchun men to'g'ridan to'g'ri kuzatib, shuni ichida yashayotganim uchun keyingi
kelajakdagi rejalar to'g'ridan-to'g'ri menimcha ta'lim bilan bog'liq bo'ladi. Ta'lim, tadbirkorlik, umuman olganda jamiyatga qaysidir bir tarafdan foydamiz tegadigan bo'lsa, juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Juda ham soz va aynan yosh bo'lishiga qaramasdan Sevinch bugun o'sha pedagoglik faoliyatlarini olib boryaptilar, o'qish jarayonlari, qizlar bilan ishlash va bunga barchasiga ulgurish menimcha juda ham qiyin. Aynan sizni bu borada qo'llab-quvvatlovchi insonlar va aynan siz nimalardan ko'proq kuch olasiz bu borada? Birinchi o'rinda o'qish davomida qiynalayotganingizda sizni oldingizda to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi ustoz bo'lishi kerak. Albatta. Bu jarayonni aytib o'tishim kerak. Ustozim, ilmiy rahbarim, juda ham hurmat qilaman bu insonni, Fazilat Ibragimova. Eng oxirgi soniyalarda charchadim deganingizda, yo'q qizim, hali yoshsan, eplaysan, to'xtama. Oldinga qarab intilaver. Sen xato qilishing mumkin, lekin kelajakdagi bir yo'nalishing uchun to'g'ri tavsiyani olasan o'zing uchun deyshadi. Shuning uchun ustoz borki, siz yuksalaverasiz. Ustoz sizga to'g'ri yo'l ko'rsatyaptimi? Umuman to'xta olmaysiz. Ustoz siz uchun o'rnak bo'ladi. Yutuqlarini ko'rib, umuman ilmiy ishlarini ko'rib faxrlanasiz. Shuning uchun ustoz birinchi o'rinda. Ana undan keyin uydagilar, albatta ota-onamni bo'lgan ishonchi. Albatta ota-onalarimizni farzandlariga suyanch bo'lishi, tayanch bo'lishi bu juda katta gap. Ustozlarimizni o'rniga ham beya qo'yasiz. Umuman hozir sizning yutuqlaringizni ko'rib, har bitta ota-ona meni ham qizlarim mana shu yutuqlarga erishsa deb havas qilib o'tirgan bo'lsa ajab emas. Albatta bugungi chiroyli suhbat uchun, bugungi tashrif uchun, bugungi ajoyib fikr mulohazalar uchun sizga tashakkurlarimizni izhor etamiz.